Tushunmadim. Nimaga notebook o'chib qoldi? Mayli, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Men esa har doimgidek o'zimning ishlarim bilan band bo'lishim kerak. Bugun chunki qishloqda o'zi qilinadigan boshqa hech qanaqa ish yo'q. Faqat poliz va shunga o'xshash ishlar. Sizlarda qanaqa ishlar bor? Kommentariyaga albatta yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham qiziq. Sizlar uchun esa nima qiziqligini kommentariyaga albatta eslatib o'tinglar. Xo'p, birinchi o'rinda ketmon kerak bizga. Endi poliz ishlagandan keyin ketmon kerak bo'ladi-da. Do'konda bugun savdo vobsheta yo'q. Bugun emas, obshi yo'q, chunki do'kon yaqinda o'p tashlasam kerak birdaniga. Sababini keyinroq tushuntirib aytaman sizlarga. Hujjatlarda biroz tushunmadim. Stop, obunachilar. Qanaqasiga polizimni kim bunaqa ahvolga solib ketdi, tushunmadim. Obbo, ya qanaqasiga bunaqa bo'lib qoldi poliz? Men tushunmayapman. Yo, qaysi ahmoq bunaqa holatga keltirib ketdi ekan polizimni? Yo, men tushunmayapman. Obunachilar, sizlar tushunyapsizlarmi nima bo'layotganini bu yerda? Yo, hammasi g'alati. Stop. U qanaqa eshik? To'xtanglar, bu yerda nimadir sir bor. Hozir bu yerda podval, qanaqadir narsalar, bu yerda uy bormi qanaqadir? Tushunarsiz, hozir tushib ko'raman. Menimcha rostdan ham uy bor bu yerda. Tak, lekin hech kim yo'q ekan bu yerda. Qanaqa joy bu yer axir, obunachilar? Sizlar tushunyapsizlarmi bu yerda qanaqa joy borligini? Bu yerda gul ham bor ekan, lekin yoqmagan ekan. Mayli, gulxanni joyiga qaytarib qo'yayin. Tak, shuncha yer blok nima qiladi buncha yer blokni, tushunmadim. Bu yerda yotoq, yotadigan joyi va bu yerda soat. Mana bu soat juda ham chiroyli soat ekan. Bu kimni joyi, men tushunmayapman hali ham. Bu yerda qanaqadir g'alati joylar bor ekan. Mayli, hozir bu yerda kim yashashini avval izlab ko'rishim kerak. Lekin qanaqasiga meni polizimni tagiga qachon ko'chib keldi? Nahotki men ko'rmadim. Yo. Men vobsheta to'g'risini aytsam hayronman. Qachon ko'chib kelishga ulgurdi o'zi? Har kuni polizni bir martadan tozalab tursam. Tozalamashga har doim ulguraman. Bu yerdagi sotuvchi bratan qayerga ketdi? Как раз kamera zakaz qilgandim. Hozir menda bitta reja bor. Ya'ni shu kameralarni olib borib o'sha joyga o'rnatib qo'yaman. Ya'ni kim yashashini bilib olsam bo'ladi shunda. Bu kameralar bemalol hamma yoqni kuzatsa bo'ladi. Kameralar bilan juda ham zo'r qilib ishlangan kameralar uyimdan hamma joylariga o'rnatib tashlayman. Hop, bu yerga ham va yana qayoqqa o'rnatsam bo'ladi? Tak, buni hozir tak ulaymiz va bunisini ham ulash kerak. Mana bo'ldi. Hop, ichkariga ham o'rnatib qo'yish kerak. Mana bu polizning ichkari tomoniga. Hop, bunga ham ulaymiz. Monitorni ulab qo'ysam, monitordan bemalol ko'rib tursam bo'ladi keyinchalik. Buni ustiga qo'yib bo'lmas ekan. Mayli, shu yerda tura qolsin. Hop, birinchi kamera qani? Da ishlayapti. Lekin nimagadir teskari ishlayaptimi bu? G'alati. Mana bemalol hamma yoqni kuzatsam bo'ladi. Hop, yana ikkinchi kamera. Ikkinchi kamera ham cho'tki ishlayapti. O'zi hamma kameralar cho'tki ishlaydi, chunki yangi kameralar zakaz qilib olib keltirganman. Uchinchi kamera. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zimni ko'ryapman. Mana hali naryoqda turibman. Xo'sh, tak, normal. Endi oldimdagi kamerani ham ko'rishim kerak. Va oxirgi 4-chi kamera. 4-chi kamera ishlamadimi? Tushunmadim. Ishlamadi shekilli. Bo'ldi, mana ishladi. Va 4-chi kamera ham ishlayapti. Juda ham ajoyib. Va takoy bola, kim bu bola? Jo'xami? Jo'xa ekan. Xo'p, ana endi nima qilsam bo'ladi? Albatta kuzatib turishim kerak. Ana u kim bu yerda yashashini bilish uchun. Bu yerga o'zi ko'cha chirog'i yetarlicha qo'yilgan. Shu sababdan bitta fakel o'rniga shunchaki kamera o'rnatib qo'yaman va kameradan kuzatib o'tirsam ham bo'laveradi. Hop, bu yerlarni yopib qo'yaman. Hozir shu yerda o'tirib biroz kutsam, menimcha kelib qolsa kerak kim bo'lsa ham. Lekin mana bu kamera rostdan ham qiyshiq ekan o'zi, teskari olar ekan. Mayli, teskari olsa ham farqi yo'q. Aynan o'sha kamera bilan kuzatishim shart emas, boshqalar bilan kuzatsam ham bo'laveradi, lekin menda okey, kamerani kuzatib qo'yaylik. Qani, balki o'sha yoqda yashaydigan odam kelib qolgandir. Menimcha hali beri kelmasa, stop. Bu kim bo'ldi? Tushunmadim. Stop, kamera ishlamayapti. Bo'ldi, mana endi ishladi. Bu yerda emas, to'xtanglar. Obbo, 5-kamera. Da, mana kim bo'lsa ham. Bu
kim bo'ldi ekan bu? Tushunmadim. Qanaqadir bomujmi? Shu odam yashayapti meni uyim tagida, ya'ni polizim tagida. Mayli, hozir yoniga boray, gaplashib olaman. Obbo, eshik eshik bug bo'lib qoldi shekilli. Minecraftda o'zi shunaqa buglar uchrab turadi. Hozir bu yoqqa tushib ketdi. Hoy Jetel, bu yerda nima qilyapsan? Yo, menga tegma iltimos. Axir men yashashga joyim yo'q, shu yerda yashayapman. Axir bu meni polizimni tagi, sen esa meni polizim tagida yashayapsan. Bu yerda bilasanmi polizimda ahvolini qanaqa holatga keltirib qo'yganingni? Iloji yo'q, ustimga suv tovaverdi. Keyin esa polizga buzib qo'ydim. Yomon rasvo qilib tashagansan ham bu yo'g'ini. Mana bu soatingiz esa juda ham chiroyli ekan. Buni menga bersang juda ham zo'r bo'lardi. Yo, iltimos menga tegma, shu yerda yashab qolay. Yo, senga tegmaslikning iloji yo'q. O'ylab ko'rish kerak. Mayli, senga uy qurib berishim ham mumkin. Nimaga menga uy qurib berasan? Shunchaki senga rahmim kelyapti, chunki bu yerda yashash g'alati, ancha sovuq va yer bloklar. Zo'r bo'lardi uy qurib bersang. O'ylab ko'raman, lekin hozir emas. Lekin qachonligini bilmayman. Qanaqasiga bu axir uyimni rasvosini, qanaqa uyim deyapmanmi? Polizimni rasvosini chiqarib tashagan. Yo'q, nimadir qilish kerak bu yaramas Jetelni. Hozir menda birorta reja ham yo'q. Mayli, unga uy qurib bersam juda ham zo'r bo'lardi. Polizimni bo'shatib qo'yardi, juda ham ajoyib bo'lardi. Hozir bu yerdan topor va yana nimadir olishim kerak emasmidi? Mayli, olishim kerak deb olmayman, mayli. Keyinroq olaman. Birinchi o'rinda daraxt bilan bizga tosh kerak. Ikkalasini borib olib kelaman. Daraxt o'rmondan, toshni esa shaxtadan. Doim shunaqa qilaman o'zi. Tak, hozir. Mana shu tomonda adashmasam yaxshi daraxtlar bo'lishi kerak. Daraxtni ham yaxshi yomon bo'ladi o'zi. Aynan qaysi bir yaxshi, qaysi bir yomon ekanligini esa aniqlash ozroq qiyinchiligi bor. O'shaning uchun bittada bilish qiyin deyapman. O'sha qiyinchilikni o'z yengish uchun zo'r daraxtlar olayapman mana shu yerdan. Xo'p, nechta daraxt ketishini esa hech kim bilmaydi. Men ham, sizlar ham bilmaysizlar aniq. Hozir tak nechta daraxt 10 ta bo'lgan bo'lsa, bu yerdan ham yana 10 tacha olsam, menimcha keyinchalik yetsa kerak. Aynan 20 ta daraxt yetmasligi noma'lum. Prosta taxmin qilyapman-da, shuncha daraxt olib borsam yetadi deb turib. Xo'p, tak tosh deb mana shu shaxtadan olib ketaymi-kan? Shu shaxta yaqinroq o'zimga hozir. Shu shaxtadan olib ketaman. Xo'p, tak. Bu tomonda ham toshlar yetarlicha bor ekan. Yaxshi. Bu tomonda ham xuddi yetarlicha o'ylaganimcha. Xo'p, toshlardan ham aniq nechtasi yetishini bilmayman. Xo'p, tak. Sizlar meni o'rnimda bo'lganinglarda mana bu bomjni nima qilgan bo'lardinglar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar albatta. Men misol uy qurib berishni o'yladim. Sizlar o'ldirishni o'ylagandirsizlar misol uchun yoki haydab yuborishni yoki shunga o'xshash nimadir o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Men esa shunchaki unga yaxshilik qilishni o'yladim. Hozir uydan belkuragimni olib chiqayin. Belkurag olib kelmoqman ekan. Yerni qazish uchun albatta. Yerni qazimasam bo'lmaydi. Mana belkurag bor ekan kakrasmanda. Tak, nimaga olinmayapti? Bo'ldi, oldim. Hozir takoy qilib uyni qurib tashiyman. Tak, bu yerni nima bo'lyapti? Yopib qo'yaman. Xo'p. Tak, asta harakat qilish kerak. Agar yiqilib tushadigan bo'lsam, dabdala menga nimadir bo'lishi mumkin axir. Xo'p. Tak. Hozir qayerdan qurishni birinchi o'rinda o'ylash kerak. Bu yerdan quradigan bo'lsam agar pol qismiga birinchi tayyorgarlik qilish kerak. Mayli, mana bu yerdan qura qolaman, chunki juda ham keng joy ekan va menimcha shu yerda juda ham chiroyli uy chiqadi. Unchalik chiroyga ham e'tibor berishni keragi-ku yo'q. Tak, mayli, normal. Bu yerdan hozir o'zini narsalarini olib olaman. Bomijni. Voy bomij, senga uy quryapman. Yo'q. Rostdan. Zo'r bo'lardi, rahmat senga. Ilohi baraka top, Joha. Ismimni ham bilar ekan, qaranglar, qoyil. Mayli, endi yaxshilik qilyapman, oxirigacha qilishim kerak albatta. Lekin mana bu yer bloklari g'alatiroq ekan. Bular menimcha yashil bo'lmaydi. Tak, hozir yashil bo'lmasa g'alati bo'lib qoladi rostdan ham. Qaranglar. Hozir nimadir o'ylab, mana bunaqa qilsa aytgancha to'g'rilanib ketadi-yu. Nimaga men yashil bo'lmaydi deb yotibman. Mana takoy bo'ldi. Boraman ber. Obbo. To'xta, ustiga sakrasa to'g'rilanib ketadi. Bo'ldi, cho'tk. Ana endi bular kerak emas. Mana bu daraxtlarni olib olaman. Bu yerga bitta, ikkita, tak, bu tomonga ham bitta, ikkita. Voy, yoniga qo'yib yuboribman ikkinchisini.
Bu tomonga ham bitta ikkita chotka. Mana buni olib tashlayman hozir. Men kerak emas, noto'g'ri joyga joylashtirib yubordim. Tak, endi hammasini shaxtaga emas, taxtaga aylantiraveraman. Chunki shaxtaga aylantirsam ishlata olmayman, taxtaga aylantirsam ishlata olaman. Bitta verstak kerak. Verstakdan hozir foydalanib turib bir ikkita narsa yasab olishim kerak. Xo'p, tak, qanaqa yasalardi? Mana bunaqa yarimtalik blokka aylantirib olaman. Yarimtalik bloklar bilan qurish biroz osonroq bo'ladi. O'shaning uchun yo'q, voy, nima qilyapman? Qaranglar. Olib tashlash kerak buni. Normali, buni ham olib tashlash kerak. Mana uni ustiga qo'yish kerak. Okay. Yo'q. Tak. Yetdi. Tushunmadim, nima qo'yib, bo'ldi, mana. Qo'limga olmasdan qo'yib o'tgan ekanman. Voy, nima bo'lyapti? Qo'limga ar qo'nsin. Rasvo qilyapmanmi yo'qdi? Uni ham sindiramiz. Xo'p, bu tomoniga ham xuddi mana shunday qilib qo'yib chiqaman va nima bunday noto'g'ri qo'yib yuboryapman, o'zim ham bilmayman. Hozir shular hammasini qo'yib bo'lsam, keyin qolgan joylariga o'tsam ham bo'ladi, ya'ni devor qismiga. Nima bunchalik past qilding, Jo'xa desanglar, endi unaqa qasr qurib bermayman, to'g'rimi? Yo, qasr qursam chiroyli bo'larmi? Qasr qurish menimcha noto'g'ri bu joyda. Qasr qurib bo'lmaydi hamda o'zi bu joyda. Tak, yer blok bilan devor qilyapman. Endi bu o'zi bomj bo'lsa, bomjga yarasha narsa qilish kerak, ya'ni bomjga yarasha uy qurish kerak. Xo'p, tak, yer ostida ham baribir shunaqa joyda yashayapti, to'g'rimi? O'shaning uchun yerning ustida ham loy blokdan, mana shunaqa oddiy yer blokdan takoy uy quryapman. Va buni eshigi qayerdan bo'lishini avval o'ylab ko'rish kerak. Mana shu yerni eshik qilsam, menimcha yaxshiroq chiqsa kerak. Endi pol qismiga ortiqcha qolgan daraxt bloklarni, ya'ni taxtalarni qo'yib chiqaman. Taxta bilan atrofini o'rasam, sovuqlikdan himoyalangan bo'ladi. Shunda sovuq kirmaydi. Bechora jitelni voy, bu tagida shaxta bor ekan u. Bir tomondan shaxta bo'lgani ham yaxshi, bu yerda fakellarni olib ketaman. Ko'mir bor ekan bu yerda va boshqa narsalar ham bor ekan. Tak, tepaga hozir mana shu tomondan kelganmidim. Hozir to'xtanglar. Bu tomonroqdan ekan salgina. Xo'p, tak, mana shu yerdan menimcha to'g'ri chiqib borsam kerak-da. Rostdan ham qaranglar. Bitta topdim, juda ham ajoyib. Xo'p, bu yerni ham to'g'rilab olish kerak endi. Bu yerdan qanaqa o'zgartirish kiritsam bo'ladi bu yerga. Xo'p, takoy. Mana bu yerlarni, yer bloklarini olib tashlab, chiroyli qilib, chuqurroq qilib pol qilsam, zina bilan uyning ichiga ham zina bilan tushib keladigan bo'lsa, u zamonaviy uy bo'ladi keyin. Shaharda bunaqa uylarni topa olmaydi keyin, o'jitel. Hozir qaranglar. Mana bunaqa qilamiz va mana anakay. Takoyli yo'qki bo'ldi, bor u вообще. Yorvaration takoy. Shuna tushadi, bemalol mana bu yerda yashayveradi. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqa uyni topa olmaydi lekin, bor u. Menga rahmat aytish kerak u. Eshik ham qo'yib beraman bitta. Hozir kelib yashayveradi bemalol. Ko'ringlar qanday chiqdi, zo'r chiqdimi?